Assalomu alaykum Termiz uy bozori a'zo obunachilari. Sizlarga Termiz shahar Karimbek restoran yonidan 4 qavatli uylarning 3-qavatda umumiy maydoni 79 kvadratni tashkil qilgan, kvadrat 6 milliondan bo'lgan 3 xonalik tayyor uyimizni sotuvga chiqaryapmiz. Hozirdan videomizga o'ta like tugmachasini bosib qo'ying. Siz bilan birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Katta mehmonxonasida turibman, ko'rib turasizlar. Mehmonxonasining kattaligi 8 metrga 3,5 metr bo'lyapti. Kondisionerlari bor, a'zo obunachilar. Bitta yengil asfalt qilib remontdan chiqaraverasiz. Juda qulay variant bo'lyapti. Yangi domlardan, g'ishli uylardan bo'lyapti. Mehmonxonasidan chiqishimiz bilan kattagina koridor, chap qo'limizda dushovoy bilan hojatxonasi birgalikda yarmigacha kafillangan. Ikki taraflama, ikkita balkonli skvoznoy variant so'raganlar uchun aynan shu variantimiz siz uchun sotilyapti a'zo obunachilar. Ko'rib turganingizdek balkon. Bu xonadan chiqishimiz bilan koridor. O'ng qo'limizda spalni xonasi, ko'rib turganingizdek. To'g'riga keladigan bo'lsak, oshxonada ham ko'hna mebellar bor. Oshxonasi ham kattagina. Aynan oshxonasida ikkinchi balkonni ko'rishingiz mumkin. Aytgancha narxiga keladigan bo'lsak, narxini 580 million so'm deb baholadik. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Siz bu uyimizni naqd yoki iklamish tarzda xarid qilishingiz mumkin.